Hello guys. Bugungi 3-video darsligimizga xush kelibsizlar. Birinchi video darsligimizda shakllar bilan ishlash mavzusida o'tgan edik. Ikkinchi mavzuyimiz inson suratini chizish bo'ldi. Mana 3-video darsligimiz birinchi video darsligimizda chizgan shakllar yordamida chizganimizda tana qismlarini, ya'ni figura berish, shakllarga ishlov berish jarayonini alohida ko'rib o'tamiz. Mana hozir aylana shaklini chizib oldim. Shakllar bilan ishlash ketyapti. Mana bosh qismiga ham aylana shaklini chizib olamiz. Quloq qismiga uchburchak shaklarini chizib olamiz. Xo'p. Dum qismini o'zimiz xohlagan shaklimizni chizib olishimiz mumkin dum qismiga. Xo'p, mana bu yerda oyoq qismini chizib o'tamiz. Ikkinchi oyog'i, mana orqa oyoqlarini ham chizib olamiz. Xo'p, mana shakllar bilan ishladik. Endi asosiy quloq qismiga mana shakl beryapmiz. Mana. Bu shaklni qanday beramiz? Bizda o'xshamayapti deydigan insonlar ko'p bo'lishi mumkin. Bu shakllarda ko'proq rasmlarda o'zimiz, misol uchun, mana hozir men mushuk rasmini tasavvur qilib chizyapman. Mushukni hayotda ko'p marta ko'rganman va chizishda ham o'zim sinab ko'rganman. Birinchisida menda ham o'xshamagan. Mana endi hozir chizyapman. O'xshayapti. Bu qayta-qayta takrorlash va yana qayta-qayta chizish. Ya'ni bu chizish faqatgina o'rganish sifatida emas, amalda bajarganda ko'proq esda qoladi. Mana figura beryapmiz. Bosh qismiga berdik. Mana oyoq qismiga ham e'tibor qilib qarasak, hozir buni bitta-bitta alohida tushuntiraman. Oyoq qismida qanday figura ketayotganligi, qanday shakllar ishlanayotganligi, qorin qismida qaysi yo'nalishda ketayotganligi hammasini tushuntirib o'taman hozir sizlarga. Xo'p, bunaqa chizish uchun avvalo ko'p marta chizishni takrorlab o'zimiz qalamda olib qog'oz bilan chizib ko'rgan bo'lishimiz kerak. Ko'p rasmlarda, misol uchun hozir mushuk rasmini chizayotgan bo'lsam, sizlar ham mushuk rasmini ko'p marta chizib ko'rgan bo'lishlaringiz kerak. U birdaniga bittada chiqadigan narsa emas. Ko'p marta takrorlash evaziga chiqadi bu. Mana dum qismini ham chizib olamiz. Mushuk. Mana mushuk qismi. Iloji boricha sizlarga tushuntirish uchun mushuk o'zi bunaqa figurali, bunaqa nimali bo'lishi qiyin. Multikroq qilib chizyapman. Sizlar tushunishlaringiz uchun, misol uchun mana oyoq qismiga e'tibor qaratamiz. Birinchi oyoq qismi, mana bu yerda son qismi ikkinchi. Xo'p, uchinchi dum qismi va bu yerda 4-chi beli, ya'ni beliga ham ahamiyat qaratishimiz kerak va 5-chi quloq qismi, 6-chi yuz qismidagi detallar. Xo'p, birinchi bo'lib oyoq qismini ko'rib o'tsak, mana oyoq qismiga xuddi shunday detalni chizib olgandim. Hozir shunday aylanani chizib olgandim va ichiga joylashtirdim. Xo'p, mana shunday shaklda mana panjasi va bu tarafdan bu tirsagi, mana bu tugashidagi, o'rtadagi nimasi tirsagi bo'ladi. Hop, tirnoqlari. Mana bu yerga mana aylana shaklini buni alohida bo'lib chizishimiz mumkin. Mana shu holatda, lekin bunda qiynalishi mumkin, lekin bunda ham o'sadi, o'rganishinglar mumkin bu jarayonda ham. Xo'p. Mana aylana shakli panjasiga tushdi. Bularni ham alohida detallarga bo'lib olamiz. Asosiy qismlari mana quloq qismlarida ham bor. Xo'p. Mana quloq qismi. Uchburchak chizganimizdan keyin mana ozgina ishlov berilyapti. Quloqning ustki qismini chizib oldik. Mana bunday shakllar yordamida mana quloq qismi chiqib kelyapti. Buni asosan ko'proq siz multfilmlarda, nimalarda ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin bu quloqlarni. Xo'p.
asosan siz ko'rgan, hayotda ko'rgan, multfilmda ko'rgan, xullas o'zingizdan o'zingiz paydo qilib olib chizishingiz juda qiyin. O'zingiz ko'rgan narsalarni bu yerda ishlatasiz. Shakllar bilan ishlashda asosan ko'proq ko'chirishlar. Men sizlarga tavsiya qilib qolardim. Internetlardan olingan rasmlarni ko'chirish. Ya'ni mushuk rasmini bir 5-6 ta har xil ko'rinishlarni olib ko'chiring o'zingiz va keyin o'zingiz alohida shakllar yordamida mushukni boshqacha turgan qismini chizing. O'shunda o'xshaydi. 5-6 ta siz chizganingizdan keyin 6-chisini o'zingiz chizayotganda rezultat bo'ladi. O'zingiz chiza olasiz, xudo xohlasa. Mana burun qismida ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Buni ham men o'zim o'ylab chizganim yo'q bularni. Men ham multfilmlarda, boshqa narsalarda ko'rganman. Ko'rganligim uchun xayolimda qolgan va bularni men bu yerda takrorlayapman mana. Asosiysi ko'rish va xotiraga saqlab qolish. Bu yordamida ko'pgina rasmlarimizni chiroyli va sifatli chiqarishimiz mumkin. Iloji boricha tavsiya qilaman, ko'proq rasmlarni ko'chiraylik. Faqat mushuk rasmini emas, har xilgi hayvonlar bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, internetdan ko'chirib gullar bo'ladimi, chizsak, bu bizga ancha katta o'sishimizga yordam beradi. Men o'zim shaxsan ham boshida ko'chirib chizib, ko'plab ko'chirib chizib, eskizlar qilganimdan keyin o'sish bo'lgan o'zimda. Buni hozir sizga tushuntiradigan bo'lsam, baribir boshlanishiga qiynalishingiz mumkin. Shuning uchun birinchi bo'lib ko'chirishni tavsiya qilaman. Keyin mana asosiysi shakllar. Shakllar juda katta yordam beradi. Birinchi darsimizda ham tushuntirib o'tganman. Mana aylana shaklimiz tepasida va panja qismida e'tibor bersak, mana tepasida va pastda panja qismida ham juda katta rol o'ynayapti. Ya'ni panjasini chiqarishda ham va bu yerda son qismini chiqarishda ham ancha yordam beryapti. Xo'p. Orqa oyoq qismida kattaroq aylana bo'ladi. Chunki bilamizki, son qismi ozgina kattaroq bo'ladi. Buni albatta anatomiyada o'tilinadi, lekin xo'p, asosiy e'tiborni oyoq qismiga qaratamiz. Va mana bel qismini ham chizib olamiz. Mana bel qismida bitta katta aylana va pastiga undan kichikroq bo'lgan aylana chizib olinadi. Asosan sizlarga aytsam, osonroq yo'li. Va bu aylanalar bir-biriga tutashtiriladi tepadan aylana shaklida tutashtiriladi, pastdan bo'lsa ko'rib turibmizki, qiyalangan shaklida tutashtiriladi va bu oyoq qismi, son qismi joylashadigan joyi mana bu. Bu ham son qismi joylashadigan oldi oyoq qismini. Xo'p, e'tiborli bo'lamiz. Bel qismini chiqarish juda oson. Mana shu taraf kirgan bo'ladi. Xo'p, bu taraf ozgina chiqqan bo'ladi. Oxirida kirib ketadi lekin. Xo'p, katta aylana bilan kichkina aylanani tutashtirilganda bel qismi chiqadi va mana bu yerdan dumini qilsak, ya'ni ko'rganmiz, figurali narsalarni ko'rganmiz, xuddi shunaqa bo'ladi hayvonlarda. Buni ham mana shu ko'chirishlar davomida tushunib, yanada o'zlaringiz mustahkam qilasizlar. Iloji boricha men tepada videoroliklar ham chiqarib qo'yaman yonida. Agar men to'liq tushuntira olmayotgan bo'lsam, ana shu videoroliklarda ham ko'rishlaringiz mumkin. Unda balkim to'liqroq tushunarsiz. Xo'p. Bu yerda mana ko'z qismini ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana ko'z qismiga joy tashlangan edi. Mana shu joyiga joylashtiramiz, o'rtasidan chiziq tortgan holda. Albatta bu mushugimiz hozir multfilm shaklida chizilyapti, multik qilib. Shuning uchun ko'zlari, nimalari ham multik. Xo'p. Mana qorachoqlarni qilyapmiz. Bularning hammasi men ko'rgan, oldin multfilmlarda ko'rganligim uchun chiqarishim oson bo'lyapti. Sizlarga ham tavsiya qilaman, ko'proq mana shu narsalarni ko'rish, chizish uchun keyin o'zingiz ko'chirish. Internetdan ana shu mushuk rasmlarini olib turib, yo bo'lmasa boshqa любой narsa rasmlarini olib turib chizmoqchi bo'lgan narsangizni ko'chirsangiz,
ko'proq o'sish bo'ladi. Xo'p, bu yerda hammasini tushuntirishga harakat qilyapman. Mana yoyib tushuntirdim. Quloq qismi alohida, qo'l qismi alohida va bel qismi alohida chizildi. Bel qismini chizishda oson yo'lini ko'rsatdim. Katta aylana ko'krak tarafiga katta aylana bo'ladi-da, pastki tarafiga kichkina aylana bo'ladi va ular tutashtiriladi. Hammasini ko'rsatib o'taman mana. Xo'p, hammasiga e'tibor qilib bitta-bitta ko'rib, iloji bo'lsa pauzaga qo'yib turib ko'rsangiz yaxshi bo'ladi, tushunishingizga osonroq. Xo'p, hammasini birlashtirib bu rasmni chizamiz. Shakllar bilan ishlashga endi hozirda sizlarga anaqa ishlov berishda ko'rib o'tdik. Mana haqiqiy, ya'ni odamga ham qo'llash mumkin. Keyin hayvonlarga hozir ko'rib o'tyapmiz. Hayvonlarga anatomiya berish, ya'ni figuralarni qo'lligini bildirish bu shakllarda bilinmaydi. Shakllarni ustidan biz yurgizib, qo'lini qo'lligini, oyoqni oyoqligini, quloqni quloqligini, boshni boshligini, belni belligini tushuntirib o'tamiz-da. Mana shu narsalarni chizib o'tsak, keyin tushunarli figura kelib chiqadi. Iloji boricha darsim tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga kattakon rahmat. Bugungi asosiy tushuntirmoqchi bo'lgan darsimiz shu edi. Yoqqan bo'lsa bir dona like bosib qo'yinglar. Hammalarga kattakon rahmat.